Chilonzor tumani 11-kvartalda bugun biz sizlar bilan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Euro remontdan chiqqan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimizning zal qismi, birinchi xonamiz. Barcha mebel va texnikalar did bilan tanlangan, ranglar uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan. Ko'rib turganlaringiz ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham barcha mebel va texnikalar qo'yilgan. Ta'mirdan so'ng hali hech kim yashamagan ushbu uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. Bu yerda oshxonamiz o'rni bolalar xonasiga o'zgartirilgan. Ko'rib turganlaringdek 4 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan ushbu uyimiz. Bu yerda balkonimiz 1,5 uch, oshxona qismi balkonga o'zgartirilgan. Uyimizda bu yerda esa glanesidan kirib kelish, stroyli shkaflar va alohida sanuzel bilan birgalikda. Uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 11-kvartal, Chiroqchijiz orqasi WhatsApp chorrahasida joylashgan ushbu 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan Euro remontdan chiqqan uyimizni egalari ko'rib turgan barcha mebel va jihozlaring bilan birgalikda 71 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.